Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib, stanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni o'zimizning xonavotda Husniddin aka uyiga chiroyli qilib stanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni 100% laminatdan qilib berdik, rossiyskiy laminatdan, ichi ham, beti ham bo'ldi. Bu oshxona mebelimizni poldan o'lchaganda balandligi 2.30 bo'ldi. Xolodilnikimiz chekkasidan burchakgacha 340 cm, burchagimizdan bu barniz stokamizgacha 180 cm joyga stanovka qilib bitkizdik. Video davomida xato kamchiligi bo'lsa uzr so'raymiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Shu mebelni narxigacha 1 pogona metri necha puldan aytib o'tamiz. Videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib taqdim etamiz. Bu oshxona mebelimizni shu chekkasiga xolodilnikini qo'ydik. Tevasiga xamirjomlar tushish uchun ichida kengina qilib xolodilnik baravar qilib tumbuchka qilib berdik. Tevasiga xolodilnik bilan gazni yonda рабочий stol qo'ygizdik. Idish tovoq qo'yish uchun 4 xonali gazini qo'ydik. Gazlarigacha chiroyli qilib tayyor ekan. Ular mana yoqib ko'rsatyapmiz. Yutichkalarigacha o'rnatib berdik. 3 оборотlik. Bu tomonlari ham mana montajlarigacha tayyor bo'lgan. Bu tomonimizni burchakka mo'yka qo'ydik. Doskaligidan, burchagimizdan chiroyli foydalanish uchun tagi holatida ariston bilan suv montajga joyi qoldi. Teva tomonida original shushulkasidan qo'yib berdik, qora matvisidan, kattasidan qo'yib berdik. Burchagimizga mana katta idishda holat turish uchun kengina xona qilib berdik. Bu tomonimizda ham рабочий stol bor. Barniz stoykamiz bor, meva-cheva, suvlarga. Tagi tomonida bu joyimizda taxtoliqqa joy qildik. Uzun o'tib ketaveradi. Tagini xamirjomlarga joy qilib berdik. Chuqurgina qilib, osha-moshalari to'rttadan qatirilgan, chekkasi plastmassa kromka bo'lgan, turba ruchkalarni qo'yib, rossiyskiy doskalarni qo'yib berdik. Kafeli bizdan bo'ldi. Germetikasini urib, kafelini bosib, plyunslargacha qadadik. Choklariga mana temirlarni chiroyli qilib qo'ydik. G'aladan tortmalarimiz ichida qo'shiq soladigan patnislarigacha bor. Hammasi mexanizmi vakuumli bo'lgan. Bu joyimizda pechini chiroyli qilib o'rnashtirib qo'ydik. Tuz quruq joylarga cho'ntaklarimiz bor. Bu yerda diotimizga sveti ham bor. Tagida doskasi yoriq turish uchun mana shu holatda. Ishilkalarimiz bor. Mana kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metrini 1.900.000 so'mdan qildik. Kafeli ichida bo'ldi. Mo'ykasi, bu joyimizda shushulkasi, qo'shiq soladigan patnislari, tagida diod chiroqlari, qo'shiq soladigan cho'ntaklarimiz bor. Bu tomonimizda ishilkamiz. Barniz stoykamizni shu savatchalari alohida bo'ldi. Mana shu holatda. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metr 1.900.000 so'mdan общий narxi 8.700.000 so'mga tushdi. Mana shu holatda. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga taqdim etdik. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Qilib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.